Silina mahallasida yaxshi hovli joy so'raganlar uchun bitta zo'r variant topganmiz. Lokatsiyani qaranglar, 22-maktab bo'ladigan bo'lsa, yonidagi bog'cha bo'ladi. Bog'chaning to'g'risi joylashgan bu uyimizda. Endi marhamat ko'rishinglar mumkin, uyimizning o'zinglar mana shu xonadonimizda bo'ladi. Kirish eshiklari ikki tomonlama bo'ladi. Marhamat kirib kelasizlar, xonadonga juda ham chiroyli hamda fayzli xonadon ekan. Marhamat ko'rishinglar mumkin, yaxshi zonalarni hamda bu tomonda ko'rishinglar mumkin, uyda kuzatuv kameralari mavjud. Umumiy maydoni 7 sotix bo'lgan uyimiz. 7 sotixga mana shunaqa chiroyli uy qurilgan. Bu tomonda ham zeleniy zonalari mavjud, hamda narigi tomonda ham zeleniy zonalari mavjud. Uyimizdagi mana shu krevatimizni uy egalari bonusga qoldirib ketishadi. Qaranglar, juda ham chiroyli bo'lgan uyimiz. Bu tomonda o'zlarining yerto'lasi ham mavjud, hamda asosiy xonalarga bu tomonga kirib ketasizlar. 4 xonadan iborat yuvinish xonalari hamda sanuzullarimiz uy ichkarisida joylashgan. Hamda mana bu tomonda yana bitta kirish eshiklari mavjud. Bu tomonda ham, ya'ni ikki tomonlama kirish eshiklari mavjud bo'ladi. Mana bu kachelarga bitta ahamiyat berasizlar. Mana shu kachelarni ham uy egalari sizlarga bonus tariqasida qoldirib ketishadi. Bu tomonimizda ikkita kladovka mavjud, hamda mana shu yerda ham shunaqa chiroyli joy qoldirgan. Bu tomonga bitta временный qilib yaxshi xona qilib qo'yishgan, hamda orqa tomonlarni ko'rishinglar mumkin. Marhamat, bu tomonda asosiy eshik bo'ladi. Mana shu yerdan kirib chiqsanglar bo'ladi. Narigi tomondan avtomobil kirgizsa bo'ladi. Umumiy qilib aytganda, bu uyimiz juda ham chiroyli hamda yashash uchun qulay bo'lgan uy ekan. Hozir ichkariga kirib, hammasini batafsil sizlarga ko'rsatamiz. Qaranglar, uyga kirishingiz bilan sizni mana shunaqa chiroyli oshxona kutib oladi. Oshxona jihozlari mana shu uyda qoldiriladi. Bu tomonda, o'ng tomonda siz yuvinish xonasini ko'rishinglar mumkin. Marhamat, mana bu yerga kirib kelsangiz, kattagina mana mehmonxona, mehmonlar bilan o'tirish uchun chiroyli joy qilib qo'yishgan, televizonalar, hamda bu tomonda bitta yotoqxonani ko'ramiz. Qaranglar. Yotoqxonani chiroyli qilib qo'yishgan. Uy remontlari barchasi yaxshi holatda. Mehmonxona bilan yotoqxonani ko'rsatdik. Endi bu tomonimizga yana bitta mehmonxona bilan yotoqxona qilib qo'yishgan. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli holatda. Qaranglar. Inshaalloh bir dona videoga like bosib qo'yinglar, sizlarga ham mana shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Chiroyli qilib remontlarini o'zicha qilib qo'yishgan. Buni ham o'ziga yarasha mana bu tomonda chiroyli yotoqxonasi bor. Qaranglar. Mana yotoqxonamiz ham hammasi did bilan qilingan. Bu uy egalari aytishi bo'yicha uyimizni nol holatdan o'zlari ko'tarishgan ekan. Mazza qilib yashaymiz deb, lekin hozirgi kunda pul kerak bo'lgani uchun mana shu uyimiz sotilmoqda. Endi bu uyimizda qoladigan narsani aytadigan bo'lsam, konditsionerlar qoladi, hamda oshxona jihozlari va uyimizda kuzatuv kameralari mavjud. 4 ta kuzatuv kamerasi uy ichida sizlarga qoldiriladi. Yana bu uyimizda qo'riqlash xizmatiga ulangan, ya'ni bemalol xotirjam mana shu yashasanglar bo'ladi. Biror nima bo'ladigan bo'lsa, qo'riqlash xodimlari zudlik bilan yetib kelishadi. Endi mana shu 7 sotixli kattagina xonadonimizni narxiga keladigan bo'lsak, uy egalari tomonidan $115 ming so'rashmoqda. Plus tomoni bu